Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrdon obunachilarimiz, bizni yangi kuzatib turgan akalar, ukalar, salom reska rossiyskiy jodlarni video obzor qilishda davom etamiz akalar. Qo'li quruq universalniy любой ashakni chang ketmasdan, apilga qilormasdan chiqarib beradigan apparatlarni tayyorlashda davom etyapmiz akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Hozir Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan tog'amiz kelgan akalar, shularga bu apparatni tayyorlab berdik. Akamlar. Qo'l o't chiqarib ko'rsatib o'tladi. Keyin bir 4-5 yil qolib ketgan poxol pris chiqarib ko'rsatib o'tladi. Video davomida kanalga obuna bo'lib, bizdan uzoqlashmaysizlar akalar. Hozir chiqarib ko'rsatamiz. Qo'yib beravering kengisini ham. Bana akalar. Noni zavodga o'zini razmeri-da u. Bo'ldi, o'chirib qo'yarasiz. Bana akalar, qo'li quruq universalniy любой ashakni mana shunaqa tarzda chiqarib ko'rsatib beraveradi. Poxolda chiqargani mana. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida bo'ladi akalar. Lokatsiyasini Telegramdan tashlab beramiz. Mabodo kerak deganlarga Telegramdan yozsalaring, videolarni ham tashlab beraveramiz. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bizdan uzoqlashmang akalar, tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.